18 yil, 15 yil, 17 yil. Men necha marta unaqa video qilganman. 15 yillik farzandsizlik holatida urug' nol, lekin moyagini bitta chiqsa, teza degan operatsiya bitta chiqsa, ichida g'ij millionlab urug'i bor. Endi eko qilish kerak u bemor. Jon deb turibdi. Xursand, aka nimaga qilmadingiz shu paytda? Menga hech kim aytmagan dedi. Uni varikatsiyalisini operatsiya qilishgan, uni prostatasiga lechena qilishgan, nimadirlarga xullas u yoqqa tortgan, bu yoqqa tortgan, endi eko qilaman. Bo'ldi, aka men tayyorman dedi. Uzr, stop. Ayoling qilib-ku. Eko qilish uchun yetarli folikula zaxirasi yo'q, tuxumdonda folikula yo'q, qatdan eko qilasan. Yo'q, u chiqmaydi eko. $5000 pulingni menga podarka qilib ketmoqchimisan? Men yutaman, sen yutqizasan. Men unga u yutadigan variantlarni beraman va o'zidagi imkoniyatlarni tushuntiraman. Qog'oz yozaman, buncha ketadi, buncha foiz va mana bu variantda buncha ketadi, buncha foiz. Ularni hozir men gapirishim noto'g'ri. Uni har bitta bemor shaxsiy masalasini shaxsiy xonada gaplashiladi va holatidan kelib chiqib, vijdonim molda toza bo'lib yaxshi uxlashim uchun eng ideal, eng to'g'ri variantni aytaman. Chunki menga o'sha vaziyatdagi bemordan eko qilib kelgan, operatsiya qilib kelgan, nima qilib kelganda men undan oldin 100 marta, 10 mingtasini ko'rib bo'lganman.